Assalomu alaykum azizlar. Mana biz yangi o'yin boshlagan edik. Yangi o'yinning 3-qismi, ya'ni o'tgan safar 2 qismda ham tushuntirib kelyapmiz. 3-qismda shunda o'zimiz rejalarimiz borki, ya'ni iqtisodiy taraflama anchagina rivojlantirib olishimiz uchun biz uchun texnologiyalarni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun tezroq va ko'proq bizga pul va texnologiya kerak. Mana birinchi o'rin o'tgan safar aytib o'tgan videolarim kabi biz iqtisodni rivojlantirish uchun texnologiya kerak bo'ladi bizga. Xo'p. Davom etamiz. Abu Baqara astronomiyasi 916 ta bola o'ldi, terakt uyushtirildi. Deyapti, bizga qizig'i yo'q, chunki bizning hududimizda bo'lmayapti. Mana rivojlantirish texnologiyalariga beryapmiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerdagi yer shari 35% ga ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun ham, ya'ni ichki adolatni ta'minlashimiz ham kerak. Shuning uchun biroz urush qilmaslikka harakat qilamiz va xo'p, tinchlik tarafdori bo'lib turamiz. Hozircha 113 davlat bilan savdo aloqalariga ega ekanmiz. Davom etamiz. Yana nimadir bo'ldi deyapti. Bizga tegishli bo'lmagan gaplar. Mana ko'rib turibsiz, anchagina rivojlantirib oldik. Biz bilan savdo aloqalarni istaydigan davlatlar ham ko'payib bormoqda borgan sari. Bu o'yinni o'ynamoqchi bo'lganlar uchun birinchi chiqarilgan, aynan mana shu o'yin uchun birinchi chiqarilgan videoni ko'rish juda ham katta foyda keltiradi. Aks holda dastlab tushunmasligingiz mumkin bo'ladi, agarda rus tilini yoki shunga o'xshash tillarni bilmasangiz. Mana biroz yaxshilanib oldi. Endi armiyani o'zini rivojlantirishga kirishamiz. Men aynan piyodalarni o'zini rivojlantirishga emas, balki birdaniga xo'p, mana bu yerdagi askarlarni, ya'ni texnikani rivojlantirmoqchiman. Shu uchun ham harakatni boshlamoqchiman. Mana ko'rib turganingizdek, chunki bu o'yinda shunday ekanki, odamlar piyodalarga nisbatan tankerlar yoki avtomobillar kuchli hisoblanadi. Bizga mana bundan 100 ta kerak deyapti laboratoriya uchun. Xo'sh. Lekin buni kutib o'tira olmaymiz. Shuning uchun o'z armiyamizni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Xo'p. Armiya hosil qilishimiz uchun 0 xolos faqatgina mana bu yerdan piyodalarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa biz uchun juda ham ayanchli holat desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki dastlab piyodalarni ham rivojlantirishimiz kerak ekan. Shuning uchun ishga kirishamiz.
Holatimiz juda ham ayanchli desak ham bo'ladi. Ya'ni harbiylarni ishlab chiqarish bo'yicha. Qo'shni davlatlarga nisbatan olsak, lekin yaxshi, faqat dunyoning global kuchiga nisbatan olib aytyapman men. Mana ko'rib turganingizdek, askarlarni, ya'ni piyodalarni rivojlantirishimiz kerak. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlarda, aynan mana shu dastlabki holatlarda faqatgina buyuk davlatni hosil qilish uchun poydevor qo'yishimiz kerak. Poydevorni mustahkam qo'yishimiz kerak. Ana shundan so'ng biz rivojlana olamiz. Ya'ni ham harbiy, ham iqtisodiy taraflama. Mana ko'rib turganingizdek, faqatgina rivojlanish bilan ishlayapmiz. Faqat rivojlanish, hech kim bilan aloqalarga berilganimiz yo'q, diplomatik o'yinlarga kirishganimiz yo'q. Faqatgina rivojlanish. Xo'sh, endi jang qilish taktikasiga o'tamiz. Bu uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Jang qilish uchun dastlab bu yerdagi o'z demokratiyamizni fashizm yoki kommunizmga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Men kommunizmga o'zgartirmoqchiman, sababi savdo aloqalarimiz qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun kommunizmga o'zgartirdim. Buning yomon taraflaridan biri, agarda o'zingiz ideologiyangiz, ya'ni davlatni demokratiya yoki fashizm yoki kommunizmga o'zgartirganingizda har qanday vaqt kim bilan qanday aloqaga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar hammasi nol holatga qaytadi avtomatik tarzda. Aholimiz hozirgi ayni damda 1,26 millionga yetibdi va hamon 5 tagina hududdan iboratmiz. O'zbekiston mana aytib o'tganimdek hamma davlat emas, lekin qismandir davlatlardan bizga savdo aloqalarini ko'paytirish uchun keladi. Yana bir agarda men doim istalgan vaqtimda jang qilishim yoki istalgan vaqtimda ham savdo aloqalarini qilishim uchun bo'ladigan ideologiya kerak desangiz, aynan siz uchun kommunizm mos keladi, aynan mana shu o'yinda. Xo'p, va nihoyat biz urushni boshlaymiz. Mana otliqlarni tayyorlab oldik. Yana otliq kerak bizga. Davom etamiz. Urush aloqalarini oshirish uchun birinchi o'rindan объявить война, undan tashqari bularga vaqt beramiz. Agarda sulh tuzib bizga kelishingiz ham mumkin degan ikkinchisini tanlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, ikkinchisini va 70 kundan so'ng urush boshlanadi avtomatik. Avtomatik emas, o'zimiz urush boshlashimiz mumkin bo'ladi. Mana. Va biz birinchisini tanlaymiz, объявить войнani tanlaymiz va biz urushni boshladik. Endi nima qilamiz? Askarni harakatlantiramiz mana.
Qarang, qaytadan ko'rsataman. Ustiga bir bosamiz. Bu yerda eng burchakda harakatlanish tugmasi turibdi. Bir bossak, hop, qaysi hududga harakat amalga oshirishimiz mumkinligini ko'rsatib qo'yadi. Buni bosamiz. Jangga kirishdik va egalladik. Yana 2 marta o'yin amalga oshirsak bo'ladi. Bir o'yinda kirishamiz, amalga oshiramiz. Keyingisi mana ikkinchi armiyani, ikkinchi diviziyani olib kelamiz. Yana harakatga oldiramiz, jangga kirishamiz va qo'shib olamiz. Va to'liq egallandi. Va endi Vibrate Visio, ya'ni butun hududni egallashni bosdik va keyingisi Zavershini White, ya'ni tamom, butun hududni menga qo'shasan deyapmiz va qo'shdik. Mana ko'rib turganingizdek, shuncha hududni qo'shib oldik. Endi armiyani qaytadan ortga qaytarib kelamiz. Keyin armiyani istasangiz yo'qotib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Lekin men Tojikistonni ham egallab olmoqchiman. Shuning uchun armiyaga biroz pul va oziq-ovqat berib, sog'lig'ini kuchaytirib, yaxshilab olishimiz kerak bo'ladi. Keyin yana davom etaveramiz. Xo'p, mana bularga ham pul bermoqchi edim, lekin bu hudud rivojlanmagan ekan. Buni bu yoqqa olib kelamiz. Buni Toshkentga olib kelib pul berib rivojlantiramiz. Endi bu yoqni iqtisodiy taraflaridan qarab chiqadigan bo'lsak, anchagina past ekan, bizdan ham past ekan. Xo'sh, mana qurilishlari hammasi bu biz uchun asosan pul keltiradigan hududlar ekan va mana bularni quramiz. Bizga foyda keltirishni boshlaydi. Xo'p, undan tashqari mana infrastrukturani rivojlantirsak, bizga keladigan pulning miqdori ham ortadi. Bosqichdan o'tkazamiz. Mana biz uchun savdo aloqalarini rivojlantirish uchun katta davlatlar ham aytyapti. Masalan, Buyuk Britaniya keldi. Undan tashqari, xo'p, hududimizni ham kattatirdik va salohiyatimiz ham oshib bormoqda. Menimcha bu o'yinning ideologiyasi eng ma'qul tanlov bu kommunizm hisoblanadi. Endi o'yin bo'yicha oladigan bo'lsak, albatta juda ham katta foyda keltiradi kommunizmning o'zi. Ham savdoni, ham harbiy harakatlarni qo'llab-quvvatlaydigan ideologiya hisoblanadi. Xo'p, yana bir harbiy diviziyani yaratamiz va Tojikistonga 40 kundan so'ng urushimiz mumkin bo'ladi. Va biz urushni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerga hujum qilamiz. Olindi va bu yoqqa hujum qilamiz. Bu ham olindi. Keyingisi bu tomonga hujum qilamiz va bu yoq ham olindi. Demak, Tojikiston ham to'liq egallandi. Visiyodagi harakatlarni qaytaramiz va to'liq qaytarib olamiz. Endigi tanlov keyingi videomizda Turkmaniston yoki Afg'onistonni olamiz. Xo'p, 3-qism ham tugadi. Bizga obuna bo'ling va o'zimizni yangi o'yin o'rganishni boshlaymiz va ko'proq odamlar o'rganadi. Ya'ni O'zbekistonni o'ynaymiz.